أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizin imanını kuşlandırsın, hemmimizin kalbini, İslam'ını, Müslümanlığını, vatanını suyduğan muhabbet ata qilsin. Bugün to'xtalmoqchi bo'lgan temamiz 10 turlik xushbishoratga kim loyiq degan mush tema haqida to'xtalmoqchi. Allah subhanahu wa ta'ala mush darsdan yaxshi manfaatlanib, mush xushbishoratlarga erishishga nisib qilsin. Bu 10 turli xushbishorat kimga loyiq? Nima ishni qilgan odam mush 10 turli xushbishoratga Payg'ambar alayhisalom xabar bergan 10 turli xushbishoratga ega bo'ladi desa, bomdod namozini jamoat bilan o'qigan odam. Demak, bomdod namozini jamoat bilan o'qishning o'zi şu musulmonni Payg'ambar alayhisalomning 10 turli xushbishoratiga layoqatli qildi ekan. Biz hayotimiz qaraydigan bo'lsak, dunyoning har qaysi joylarida umum musulmonlardan bo'lsin, mayli Sharq Turkistonlik musulmonlardan bo'lsin, bomdod namozida jamoatning soni az. 5 vaqt namozni o'qiydigan, qolgan 4 namozni jamoat bilan o'qishga herisman nurg'un insonlarmi bomdod namozini jamoat bilan o'qiyamaydigan shundaq og'ir bir ahvol bor. Nurg'un musulmonlar Alloh uchun jihad qilishni, Allohning dinini ustun qilish uchun qon berishni, jon berishni, o'zining mollarini xajlash haqida, jinni tikish haqida nurg'un paranglar, nurg'un suhbatlar, nurg'un munoqishlar musulmonlar orasida bo'ladi. Şunun cümlesinden tabi halda Şarkı Türkistanlık musulmonlar mı şunun işine? Lekin azgın uykudan keçip, uykunu taşlap, bomdod namazına çıkışta şundak oturak nurgun musulmonlar çoğu beparvolik qiladigan ahvollar yo'q emas. Bomdod namazını jamoat bilan o'qiyanmaslikning o'zi xuddi bir o'quvchininki yil bo'yi tirishchanlik qilib, maktab vaqtini berib, darslarni joyida o'rganib, yilning oxirisida imtihonga bormagandek bir ish. Hele o'quvchi imtihonga bormasa, sinib ko'chanmagandek, imtihondan o'tanmagandek, 4 vaqt namozni joyida vaqtida o'qigan, jamoat bilan o'qigan bir musulmonmi bomdod namozini o'qiyanmasa, bomdod namozini uxlab qolsa, bomdod namozini vaqtida o'qimasa, yanıla imtihandan ötenmeydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki sınıqıga bardoshlik berenmegen ve kıyamet günü ağır azap kalıdığan ağır bir günah. Bomdod namazını okuyanmaslık cemaatini taşlaşının özü. Şunun için bu 10 türlük xushbishorat hakkında to'xtalmoqchi bugün Allah subhanahu wa ta'ala to'g'rini so'zlashga, haqni yetkazishga, haqqa amal qilishga nisb qilsin. Bu xushbishoratning eng birinchisi qaysi desa, qiyomat kuni, qiyomatning qorong'uligida hamma odam qiylangan shu vaqtda to'liq mukammal nurga ega bo'lish. Payg'ambar alayhissalom bu haqda Buraydatul Aslami radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda qandaq bir odam bomdod namozini o'qisa, ya'ni qandaq bir odam bomdod namozini o'qisa, bu odam qiyomat kuni hamma odam qorong'ilik qolgan vaqtda to'liq mukammal nurga ega bo'ladi deb xabar bergan. Ikkinchi bishorat dunyo va dunyodagi banasilidan hammasidan yaxshi. Bu bishoratga kim ega bo'ldi desa, bomdod namozining sunnatini o'qigan odam. Oyisha onamiz bayon qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom shunday ko'rsatgan, qandoq bir odam bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qisa, dunyo va dunyodagi hamma narsadan katta mukofotga erishgan bo'ladi degan. Sunnatini o'qigan odam shunday katta mukofotga erishir ekan, farzni o'qigan odam qandoq mukofotga erisha? Buni sanab tugatgani tasavvur qilganimcha bo'lmaydigan ulug' mukofotga, katta mukofotga erishir deganlik.
Üçüncüsü yaxşılıqni top yığış, top yaxşılıqqa erişiş. Uqbat ibn Amir radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamdan bayan qilgan hadisda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deydi. Qandaq bir adam özünün uydan chiqsa, masjidga namoz o'qish uchun har bir qadamiga, ya'ni masjidga berish uchun bosgan har bir qadamiga 10 yaxshilik yoziladi deydi. 10 yaxshilik. Yaxshilik degan 700 gichilik. 10dan 700 gichilik. Demak, namozga masjidga borgan inson, musulmon bir qadamiga 10 yaxshilikdan tortib, eng tuvan bo'lganda, eng yuqorisi bo'lganda ixlosga qarta 700 gichilik mukofotga erishidi deganlik, yaxshilikni top qo'lga oladi, erishidi deganlik. To'rtinchi xush bishorat nimadan iborat desa, malaikalar bilan birga bo'lash, malaikalar bilan uchrashish xush bishoratiga erishidi. Allah Qur'oni Karimda va Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bomdat namoziga malaikalar hozir bo'ladi. Şunu bomdat namazını çın tutunlar demekçi. Malaikalar hazır olduğun, malaikalar keladigan, yani insanını qoğdaşqa igi olgan, namı emellerini yazışqa igi olgan malaikalardan başqa malaikalar bomdat namazına keladi diye. Yani bir hadiste Peygamber aleyhisselam keçinin malaikaları, kündüzün malaikaları bomdat namazına uçuruşudu deb xabar bergan. 5. türlük bisharat nima desa, jannatga kirish, do'zaxdan qutulish. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda kun chiqishdan burun bomdod namozini o'qigan, kun kirib ketishdan burun asr namozini o'qigan odam do'zaxga kirmaydi deb xabar bergan. Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhuning bir hadisida qandaq bir odam asr namozi bilan bomdod namozini o'qisa jannatga kirdi deb xush bishorat bergan. Bu xush bishoratmi bomdod namozini jamoati bilan o'qigan kishiga berilgan sharaf. 6-si Allah subhanahu va taolaning kurashdan iborat bu buyuk ne'matga ega bo'lish, erishish. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bayon qilgan hadisda Peygamber aleyhisselam bir kuni xubtandan keyin kechida oyga qaradi dedi. Oyga qarab, sizlar ma oyni ko'rayotamisizlar. Xuddi sizlar qiyomat kunisi mush oyni ko'rgandek Farvoydigoringlarni ko'rasizlar. Farvoydigoringlarni qiyomat kuni ashundaq uchiq ko'rash uchun sizlar kun kirib ketishdan burun asr namozini kun chiqishdan burunqi bomdod namozini ching tutinglar. Shu namozni cho'qim jamoat bilan o'qishga tirishinglar deb xabar bergan. 7-si kechichi tahajjud namozini o'qigan mukofotga erishish. Payg'ambar alayhissalom Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu bayon qilgan hadisda qandaq bir odam xubtan namozini jamoat bilan o'qisa kechining yarimigacha tahajjud o'qigan mukofotga erishadi. Qandaq bir odam bomdod namozini jamoat bilan o'qisa butun bir kecha tahajjud namozi o'qigan mukofotga erishadi deb xabar bergan. 8-si malaikalarningki rahmat duosiga erishish. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bayon qilgan hadisda qandaq bir odam uydan masjidga chiqsa, namozni o'qisa va namozni saqlab o'ltasa, masjidga chiqib sunnat o'qidi, farz namozni o'quvchilar saqlab o'ltadi. Bu saqlab o'ltaganligimi xuddi namoz o'qigandek mukofot beriladi. Şu adamninki masjidga chiqib o'ltaganligiga, namoz o'qiganligiga malaikalar her daim Allah subhanahu va taoladan bu adamga rahmat tilaydi. İyi Farvoydigarimiz bu adamga rahim qilsizlar. Bu musulmonninki gunohlarini kechirsizlar deydi. Demak, malaikalar asi bo'lmaydigan, Allohning buyrug'ini qildigan bandalar. Unda bo'lgan ekan albatta bularning duosi ijobat.
Şu malaikalarning mush duosiga erishish uchun nima qilish kerak desa, cho'qim bomdod namozi bo'lsin, boshqa namozlar bo'lsin, amal qilib jamoatga chiqib, sunnatni o'qib, masjidga saqlab o'ltirish mana malaikalarning duosiga bizni erishtiradigan birdan-bir muhim amil. O'ninchisi, bomdod namozini o'qigan inson, musulmon Allohning himoyasida bo'ladi. Allah'ın qo'g'dishida bo'ladi. Bu vaqt payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Jundab ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bayon qilingan hadisda shunday ko'rsatgan. Qandaq bir odam bomdod namozini o'qisa, bu odam Allohning himoyasida, Allohning qo'g'dishida. Bu bomdod namozini o'qigan odamga sizlarcho qat'iy azor bermanglar. Allohning himoyasini buzmanglar. Allohning himoyasini buzib salsanglar, bu Allah'ın himayesini buzgan insanı Allah subhanahu ve taala çokum tapıdı. Bu insanı çoğu harlaça, har kılıp durup devzeh taşlaydı degen. Bu hadisten alimlerimiz birincisi Müslümanga bulup mu bomdod namazını o'qigan Müslümanga azar berishning haramligi. Bomdod namazını çiң tutishning ne kadar zürürligi. Müslümanni qo'g'dashning ne kadar zürürligi. Paydasını algan birinci paydası bu. Müslüman azar berishning haramligi. İkinci paydası, ikinci ma'nosini bu hadisning desa, bomdod namazının ne kadar muhimligini mush hadisdan elish. Yani bomdod namazı insonning, bomdod namazı musulmonning nijotligiga sabab. Musulmonning Allohning himoyasi, Allohning qo'g'dishida bo'lishiga sabab bo'lgandan keyin bu Allohning himoyasiga erish uchun bomdod namozini cho'qim chiң tutib o'qish, jamoat bilan o'qishga hiris bo'lish. Alloh subhanahu va taoladan har doim jamoat bilan bomdod namozini o'qishni Allohdan tilash orqali Allohning nijotligi, Allohning himoyasiga erishish har bir musulmonning gadindagi mas'uliyat deb tushuncha olgan olimlarimiz. Demak, yuqoridagi 10 turlik xushbishorat bomdod namozini jamoat bilan o'qishga hirisman bo'lgan, jamoat bilan o'qishga tirishchanlik qilgan, jamoat bilan o'qishga alohida kuch chiqargan, bomdod namozini o'qish orqali Allohningki mukofotiga erishiman, Allohning roziligiga erishiman deb tatliq uyquni qurbon qila olgan haqiqiy mu'min musulmonga berildigan mukofotlar. Allah subhanahu wa taala hammamizni yuqoridagi xushbishoratga, 10 turli xushbishoratga ega bo'lishni nasib qilsin. Mush 10 turli xushbishoratga ega bo'lish uchun tirishchanlik qilishga nasib qilsin. Allah subhanahu wa taala hammamizni bomdod namozini jamoat bilan o'qishdan iborat mu'minning sifati bo'lgan mush sifat bilan sifatlanishga لايق قيسون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.